Salam ustozlar, salam yigit qizlar. Salam ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Elchi programmamizning yangi soni orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan to'liq xurshalmiz. Ajoyib go'zal bir kayfiyatda mana bugun yangi bir sonni boshlash oldida turibdimiz. Programmamizning tajdorligini Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Yurak shundoq so'rabdi. Muhabbatni qanday ifodalaymiz deb. Bu vaqtda hissiyat javob beribdi. Davomliq seg'inibdi. Nafs javob beribdi. Nafsi uningga erishganda deb. Amaliyotda yurak o'zi kulib ketib, javobini o'zi beribdi. Asraganda, avaylaganda, eng muhimi qarshi tarafning xo'shalligini ko'rganda bu o'zligidan ifodalandi deb. Biz ana shunday muhabbatlarni ifodalash uchun muhabbatga tashna yoshlarimizni sahnamizning mehmoni sifatida chaqirib akeldik. Yoshlar bugun muhabbatini ifodalaydi. Biz ularga yordamda bo'lamiz. Shu yordamchilarimiz ichida programmamizning quvvatlari bo'lgan ustozlarni tanishtirib o'tay. Mingvi advokatlik ish o'rnining pishqan tajribali advokati Xalida Abduzadam. Qarshi olamiz Xalidada. Sevimli o'qituvchimiz Xinjiang san'at sho'yanining professori Gulzar Temir ma'lum. Qarshi olamiz ma'lum. Alqışlıq psixiki yetakçisi Ali Ma'lum. Qarshi olamiz Ali. Birinchi numurli qiz Mayir Fatima, 32 yosh, yurti Xotan shahardan. Mijoz xarakteri ochiq yo'riq. Hozir Urumchida usul kasbi bilan shug'ullandi. Ikkinchi numurli qiz Mayir Xayrgul, 24 yosh, yurti Xotan shahardan. Mijoz xarakteri ochiq yo'riq. Hozir Urumchida tekstil loyihachi bo'lib ishlayotdi. Üçüncü numurlu kız Mayir Nurbiye, 23 yaş, yurti Xotan shahardan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchida bir shirkat ishlaydi. 4. numurlu kız Mayir Pari, 28 yaş, yurti Aqsu shahardan. Mijoz xarakteri ochiq yo'riq. Hozir Urumchida kiyim-kechak kasbi bilan shug'ullandi. 1. numurlu o'g'il Mayir Olimjon, 35 yaş, yurti Urumchi shahardan. Mijoz xarakteri ochiq yo'riq. Hozir Urumchida tomoq yetkazish xizmati bilan shug'ullandi. 2. numurlu o'g'il Mayir Ali, 23 yaş, yurti Urumchi shahardan. Mijoz xarakteri ochiq yo'riq. Hozir Urumchida sotrashlik kasbi bilan shug'ullandi. 3. numurlu o'g'il Mayir Zikrulla, 25 yaş, yurti G'ulji shahardan. Mijoz xarakteri ochiq yo'riq. Hozir Urumchida yordamchi soqchi bo'lib ishlayotdi. 4. numurlu o'g'il Mayir Mardan, 34 yaş, yurti Urumchi shahardan. Mijoz xarakteri chiqishqoq. Hozir Urumchida bir shirkat ishlaydi. Xayrlig'inglar tutdimi? Birinchi qadam. Tunji uchrashish. Qani, kim eng tavaylik bugun? Qizlar. Qaysinglar tunji uchrashishning egisi bo'lishni xalaysizlar? Biringlar chiqinglar. Jalliq Fatima. Fatima, o'zingiz shunday bir qarab, kim bilan paranglashib baqingiz kelyapti? Dadillik bilan o'tirib qo'ying, shu yigit chiqsin. 3. numurli Mayir bilan. Zikrullama. Qani, sahna sizlarga qoldi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Xil odamni ko'rsam yurgim solmaydi, qishingiz to'sam yurgim sep ketib bordi. Qaraganda Zikrullo bilan qo'l tutishib, men sahnadan tushib ketgan deb oldin bisharat beryaptimdi. Ashta bo'z xolamsiz? Balkim shunday deb o'ylayman ammo. Balki. Xolayman. Xolaydiganda qilmadingiz. Xolaydigan bundan qilmaydi. Jalliq yumurqatim deb beramiz. Xolayman. Bo'lmadi. Xolayman. Bu ham bo'lmadi. Xolayman. Az siz 3 savollar so'raylik bir-birimizdan. Siz birni, men birni. Xushlamsiz? Bo'ldi. Shu orqali bir-birimizni tushunib baqsaq, ha? Bo'ldi. Unda bo'lsa, o'zlaring kelsin. Sizning kelsin. Men qizlarga bekrak yo'l bermancan, yo'l qo'ymancan. Ko'z ko'ngilning aynigi deb boshqalar ko'ngilni so'z orqali ifodalasa, men ko'zim orqali ifodalab baqay. Sizning aqlingizni, sezguringizni bir sinab baqay, ha? Bo'ldi. Unda ishingizda 1dan 5ga sanab bo'g'icha ko'zimning ichiga qaraysiz. 5ni sanab bo'lgandan keyin boshqa yoqqa qarasangiz bo'ldi, ha? Men deb bo'ldim. Tushundingizmi? Nima tushundingiz? Nima dedi bu ko'zim? Men azroq bir jiddiylik qoldi endi. Rost gapimdan lekin samimiy bo'ling. Yolg'on gapqisini suqib qolma. Bo'ldi. Men endi ko'zimni ichiga qarab, qanday tushunsam bo'lar buni endi. Sen sal jiddiy tushuntirib olmay qoldim bu gaplarni.
qada qilsak bo'lar. Unda bo'lsa ko'zimdan bir muhabbatni ko'rdingizmi? Ko'rdim. Ha. Mayli deb turay. Siz so'rang, siz kelding. Qolganimda past paranchilik qilgan ishlar. Yo'q, naq maydonda. Dadilmishadi. Başlamışlardan alpıra. Siz so'raydigan bo'lgan, men so'rab bo'ldim ko'zim orqali. Siz ham og'zingiz orqali so'ramsiz yoki harakatingiz orqali so'ramsiz, hech kim siz so'raysiz. Masalan, ikkimiz aralashib qoldik deylik. Aralashib qolgan taqdirda Aralashibmi, ajrashibmi? Aralashgan taqdirda men o'zim soch xizmatida shug'ullanaman. Shu jarayonda meningki jiddiy bir ishlarim chiqib qolib, yoki damagan kunim bo'lsin, yoki ishlagan kunim bo'lsin, jiddiy bir ishim chiqib qilib, shu ishni men cho'qim bo'lmasam bo'lmaydigan bir ishlar qilib, uyda azroq bir ishlar bor. Men o'sha ishni qo'ya qo'yib turib, men idoraga boradigan muhim bir ishim chiqib qoldi. O'sha men uchun men ishga ketib, o'shadan kelinmay qolgan jihatda siz qanday o'ylaysiz? Men endi ishim menga madad men qolsam, siz endi to'g'ri ko'ramsiz shuni. O ciddi işiniz xizmatla münasebetlikmi? Masalan, uyda bir og'riq bor. Men idarada ishlaymandan de, idaradan ham muhim kamsan bo'lmaydi deb chaqirdi. Jiddiy muhim bir ishlar bor. Shuning uchun men idoraga ketib qoldim. Og'riqni qo'ya qo'yib turib, idoraga ketib qoldim. Uni siz qanday qaraysiz? Agar haqiqatan deganingiz shu xizmatlar münasebetlik bo'lib, jiddiy bo'lib qolsa, men qo'llayman. Chunki men xizmat qilib baqqan. Boshqa fikrim yo'q, qo'llayman. Xotirjam beravering deb sizni yo'lga solib qo'yman. Bu rost gap. Bo'ldi, rahmat. Oxir bor so'ramamdi. Bo'l qolgan tuvan paranchilik. Yo'q, vazgeçimdan qolgan tuvan paranchilik. Sen jiddiyshib qoldingmi o'tirib chiqibchi? Ha, ma'qul. Bo'ldi, rahmat. Fatima yamankansizmi? Ancha bek ko'p gap qilmaydigan Zikrullohni xiri gap qildirib-atdingiz-ku. Yana azroq paranglashgan bo'lsangiz Zikrulloh g'o'ljida ugunib olgan qiziqchilik yumorlari va so'zlarni berib qoladi deb o'ylab qoldim. Bo'ldi, o fursatni bo'lib qoladi. 2-nomerlik inimiz bugun yangi mehmondek turdi. Xo'sh, endi fursatni men mushu inimga beray. Nima uchun 2-nomer bilan dastlabki qadamda muntishib yiqishni xohladingiz? Alayda chashbosoni diqqatingizni tortdimi yoki boshqa sabab bormi? Chashbosoni. Siz yoqtirdingizmi? Buni qanday qilsin deymiz? Buni 长发刘海发型的么什么的。Bu yil xil modami mushtaq chashbosoni? Bu Michel moda. Sizce 2-nomer o'ziga yarashibdimi? Yarashibdi. Yumshoq bir yig'izga qilsam bir yig'iz javob berasiz. Men sizning ko'proq gap qilishingizni xohlayotgandim. Chunki bu sizga berilgan bir qitimliq fursat. 1-nomerlik mardni so'rab baqsam, xizmatingiz jafoliqmi yo o'zingizga jafoliq his qilmaysiz? Ko'p kishilarga bo'lgan ta'sirda jafoliq qildi, ammo lekin men o'zim yoqtirmayman. Oylik kirmangiz qancha bo'lishadi? Normal ahvolasiz menga vaqtimni shu 7 mingdan 9 minggacha bo'ldi. Agar tirishib, men cho'qib tepishim kerak-ku degan xiyollar men qilsam 10 mingdan 15 minggacha ma'nolayman. Siz Urumchida ishlamsiz yoki boshqa yermi? Urumchida? Men o'zim Urumchilik. Urumchida. Siz to'y qilganmi yoki xudo so'raverdim? Baxmagan. Bo'ldi, so'ramdi, rahmat. Alimjon, mushu tamoq yetkazish kasbi bilan shug'ullanayotganlar ichida qiz ayollar bormi? Qizlar bor. Bormi? Shunda tirishchan qizlar bor. Bizniki men oldida bir yer xizmat qilganlarda bir ayol bor endi ishkirdan kelgan. 26 yoshga deyman ayoli, yo'lda 28 ga 30 bormagan. 2 yilning ichida ikkita o'yilib, mashina ilib, pravni qo'yib deyman hozir ismini tirishchan. Ikkinchi yil biz paranglashgan. Tez ilgirlabdi va ayol ikkisi bo'ldi. Ikkita uy bor, 100 pinfani yuqori dedi, o'sha tarafda. Endi mang'alaydiganlar hozir deganimda shu yaxshi agar tirishib, haqiqatan to'xtab turaman, hozir o'zim o'sha vaqt bir tirishay deydigan ish bo'lib qolsa, haqiqatan yaxshi topa olaman. Rahmat. Men shu 4-nomerlik mayerni so'raydigan. Savolim bor. Masalan, mishada ko'nglingizni yarab qolgan bir qizal bo'lib qolsa, agar mishada bilan tushib ketib qolsangiz, shu qizalni ilgari siz aralashgan qizalimda avar qilgan ishlar bo'lamdi, bo'lmamdi? Burun o'tgan ishlar o'tib ketdi. Endi uni hozirgi ishga tortib chaplab turib bo'lmaydi-da. Ham qarshi tarafnoma burun ishlar bilan uzilib ketgandan keyin hozirgi turmushimga aralashib yo'qmi, yo'q.
Unda avar qildigan ishlarmi bo'lmaydi. Ha, bo'ldi undan so'ng savolim tugdi. Men sizdan so'rab boqaymi bir ishga g'ayz. Ha, bo'ldi. Siz-chi uning oldida aralashib boqammi yo biroz bilan? Men endi bu sahnaga chiqdim. Men rostga qilsam bo'lmaydi. Men burun bir to'y qilib ajrashgan. Burun bir turmushlik bo'lgan. Endi shu ikkinchi qatimliqini shu yaxshi birsini uchirish uchun bu sahnaga chiqdim. Endi sizdan yaxshi deganingiz hamda qandayroq bir shartlaringiz bormi demoqchi-ku? Endi mening shartim bekchiq mol dunyosi pul bo'lmasimi? Chiqib turmushimizni yaxshi qamdab, endi men bir haqiqiy bir anjan. Shunda bir olatni qila olsa, meni oldimsa degan shu umidimda. Shu umidda bor. Endi shularaq bala bo'lib qolsa, endi meniki keyindagi burunqi ishlarimni surishtiq qilmaydigan, shu ishlarimni qabul qila oladigan birisi bo'lib qolsa degan asosda yuzaga chiqdim. Bo'ldi, tushundim. Balangiz bormi? Qizim bor. Bir qizingiz bormi? Necha yoshlar kirdi? Qizim 9 yoshlar kirdi. Qizingiz siz bilan birga turamdi? Ota-onam bexi cho'ng qildi, men bilan birga turdi. Qizingiz hozir xeli endi cho'ng bo'lib qopti. Masalan, sizning qayta turmush qurish masalangizni hech bo'lmaganda anglab bilalaydigan holatga qabul qila olamdi. Agar men yoqtirsam qabul qila oladi. Chunki u men bilan turmaydi emasmi? Cho'nglar bilan bir uyda turib cho'ng oldi, meni aja deb. Unda bo'lgandan keyin qabul qila oladi. Lekin sizning opsiz ekanligini bilamdi. Biladi. Ataganda sizni acha deb ataydi ekanda. Siz endi bir qatim to'y qilib ajrashib ketdim, 9 yosh kirgan qizim bor dedingiz. Sizni so'rab baqsam, mushu ajrashib ketishni siz talab qildingizmi yoki yo'ldoshingiz talab qildimi? Ajrashib ketishni men talab qildim ma'lum. Ha, siz talab qildingizmi? Endi nima ishqa deganda bu yerda loyiq tanlagan cho'qim, meningcha bu savollarni mush bolalarning bilgisi bormi ekan deb o'ylayman-chi buni. Bu haqiqiy naq maydon bo'lg'achqa obdaroq tushundi deb o'ylayman endi. Lekin bu ajrashib ketish bolalarga nisbatan hozir ishlamisi u yomon ish emas. Endi birinchi qatim turmushingiz bo'lmay qolibdi, ikkinchi qatim turmushingiz cho'qim baxtli bo'lishingiz kerak. Undan keyin o'zingizni siz talab qilish jarayonida siz o'zingizni mush ajrashib ketishda ziyonkashlikka uchirg'uvchi bo'lib qoldim deb o'ylamsiz? Yana demoqchi bo'lganim, ajrashib ketishni to'g'ri deb bildingizmi yo ajrashib ketgandan keyin sal pushaymon qilgan ahvollar bo'ldimi siz qaraysiz? Pushaymon qilmay o'zim to'g'ri deb qarab anamga qaror chiqargan. Qaror chiqardimdan. Endi buningdan keyin navoda endi yana bir ajrashib ketishingizga sababchi bo'lgan kichiklam asosli nima sababdan ajrashib ketib qoldingiz? Oila zo'ravonligi. Ha. To'g'ri. Mushu oila zulmiga uchirganda, oila zulmi sababidan siz ajrashib ketgan bo'lsangiz, siz albatta pushaymon qilmaysiz. Uni men to'g'ri deb qarayman. Oila zulmiga uchirgan ayollar bundaq zulmdagi oilani davomli saqlab bo'lmaydi. Amaliyot yana bir hisobni olganda, azroq ziyonkashlikka uchirg'uvchi bir bundaq oiladan cho'qim voz kechib, qutulib chiqib o'zingizni tepelishingiz kerak. Hozir o'zingizni tepib men qaytadan mushu bir turmush qurman deb chiqibsiz, lekin men qo'llayman. Mushu dadilligingizni. Rahmat ma'lum. Turmushingiz baxtli bo'lsin. Rahmat. Bo'ladi. Tunji uchirishni biz vaqtincha mishada to'xtatdik. Qisqagan araliqda yoshlar o'zininki kasbiy qiziqishlari haqida tezroq bo'lsa tushunchalarga erishdi. Endi bularning hayot qarashi, qimmat qarashi haqida biz videolarimiz orqali javob topaylik. Ya'ni sizlar videoni ko'rish orqali qarashlaringlarni o'rtoqlashsanglar, o'xshamaydigan taraflar bo'lsa, munozara qilsanglarmi tamoman bo'ladi. Hamkorlashib chaqiramiz. Qani ekran qaraylik. Bugun bek charchadim, bek odim. Nima bo'ldi? Bir tag'in talqon bag'ni bostan qilib ketgandek. Deb ketdingiz ya. Bugunchu ishxonda ishning jixligi, o'zim yolg'iz uning yarasha. Bir munch ishni qilib chiqdim. Bir qo'limni ishga qila olmay, faqat olim qoldi. Shuni o'qdimandimi? Men sizga bu so'g'amni oltin qilib bering deb 1 million pul tepib bering demasam, nima buncha charchashanda? U ish bilan tugmaydiganda, uyga olsa men bir munch qarab tursa, berib tamoq yetaman, bolaning topshiriqiga qaraman, qirqatlarni yuyaman, munchiga tushiraman. Ashning hammasi men qarab turdi. Charchamamdim, amamdim. Men endi sizning bu gapingizcha men uyda hech ish qilmamdimi? Qilasiz? Siz bilgansizmi? Siz behchi qish qilsiz. Berib bilan telefon qarab o'tirsiz. Paypingizni ayaga, ishtingizni meyaga xalaqay tashlab qo'yib o'tirsiz. Bolaning oldi tamoq chekishlaringiz, aroq ishlaringiz uchun texi.
Birotta cho'kka piyolni yutkab qo'ymaysiz. Ishgan chinangiz ishga yerda qolib qolgan, tutgan narsangiz tutgan yerda qolib qolgan, bir atlab joyiga evitaymi demaysiz. Hammani men qarab turdi. Yilim men charchamayman ekan, jinim tümürdek. Bugun bir boshliqinglar eringlarni bunda boshqarsil deb usullarni o'gitib qo'ymaganda, ha? Undaq planlarni, undaq yig'inlarni men ochma. Bo'ldi, unda men qilay. Uyning hammasini men qilay. Men seni nimaga oldim hamsa? Bu gap ne? Avval bir uyga boraylik, ha. Bu yigit bu qizni nimaga olibdi shuni bilan shu javobga kelganda video tugab qoldi ya. Xo'sh, qarashlaringlarni bir o'tirg'i qo'yib, keng kushada dasturxonni yaydiq mana. Mungdishaylik. Men shuni his qildimki, agar ayolning o'rnida men bo'lib qolsam, bir necha qatim aniqi deyma talab berma, an qilib bering, tan qilish bering, ma ishingiz bo'lmadi, men bu debchu. Agar ma'qul deb qo'yib, yana ashtaq ishdan mayzga paypog'ini mayzga qilib, ayrishlarga yordamlashmay, hamma ishlarni ayolning zimmasiga qilib qolsa, men charchayman, xizmat qilaman, uyning ishi u bu deb. Bo'ldi deb ajrishni talab qilma. O'zim uchun yashay. Nima qilmay bu 4 kunlik olamda bundaq charchab, siz ma o'zingizning turmushini qilib beqing, men turmushini qilib boqay. Pek bo'lmaganda bir yakilarimiz bo'lmasa, qadrim o'tilganda, mening gapimni to'g'ri deb qaragan chaqda, ondekin siz izlab kelasiz. Men charchadim deb o'zim eg'iz ochaman. Men çoğandımı bu erkisi ayağının orunda özünü koyup oylap bakış gerek. Andın ayal kişigim asan emas, hizmet kılıp, uygun işlerini kılıp, öyle hem de öz kılalığı işlerini erkisi özü buna ayağının yardımlaşıp kılıç beygen bolçu yaxşı buladı. Andın onun üstüge bayatın videoda görgəndə ayal kişi özüneki mandamında çarçap getdim degəndə geplan qalğandan o erkisi məndə körəb durdu da buldu. Anamdan keyin şu anda anvay qoğudək manda bir mulayimroq geplan qılıb bir gün bək çarçap getdiniz anan degəndə mən konuga yaxşıraq geplan qalğan bolsa onday bakanda ayalımı onda qopal tegməydi. Menimcə şu muşik qızın deyin qoxşaş, əksi ayalı azraq bolsunmu? Ayalını düşünüb nimiş qonda mesela sen nime eğer kuvvetli doğazır o bu nimge çarçaysa demeyço erin xotunninki nimesi qanda buladı da düşünüp sen bu çarçıdan dep az tol təsəlli bəgən bolsa xotunum onda qaqşap ketməz ki mümkündür. Deməkmiş 3 yılınla aş ekran yüzüdeki ayalınınki söz oramı, keyfiyatı qarab bir türlük harğınlıqni his qilsizlarda. Men deməkçi bolğanım əmdi. Biz ayal kişi əmdi xizmət qılğanken çoxum charchaymiz. O charchadim deb o maşinaga chiqib qismi shu charchadi to'g'ri. Lekin maşinaga chiqishdan burun bugun xizmat qildim, bak necha kunga qaragan bugun bek charchadim. Uy berib bir yaxshi tomoq qilib yeyli degan bo'lsa balkim adam unda demaslik mumkin deyil. Lekin charchadim deb chiqqan taqdirdimi er kishi bo'lgan adam to'xtamush xotinimni bizning turmushni deb, oilani deb Muşlar işlep charchavadi deb avi qilib ayolni bitta bakir g'ibatlantirib charchashni balqi tugutish kerakdi. Meni shaxsiy ko'z qarashim bor bu filmni ko'rganda. Ham sizlarning mat qizninki gapiga radiya berganmasa, men bu ayolni shunday inoq baxtli turmush kechirayotgan ayollar deb his qildim. Chunki ayoli mashinaga chiqdi, uni cho'qim özünün xizmət besimi hem çarçaşlarını yoldaşı dedi. Anladaki yoldaşının öyle ailede boğatkan kemçilikini siz tutuşunuz gerek idi edip bu ayal ızıçıl külüp durup dedi bu gapni. Çünkü o ergişini de. Yerimi onu hürmet kılırken anladaki kopup cidden macerabamı diye bir adam. Toxtab durun. Biz öyle berip diye şeyleri siz kıgandım ben kılay dedi. Herkes bir yer kapak duruş veya ki kapılık olmadı diye. Abisim geldi hakikaten. İntan inak. Birinci Nurluq Mayır sizin sual soraylaşık sualım var. Siz bək bəxtlik his qıldım bularını görüb dediniz birinci. İkinciden ayalın külüb durub dediniz. O külki herkesin xoşallıq külküsü emas. Bir xil bu xoşallıq külküsü mə? Xoşallıq külküsü degen küzüdən, çirayıdan təbəssüm bilan çıxıdı. Siz er kishi bolğanlığınız üçün qığını xata emas deb oyladınız, şundaymı? Onda bolsa bu aile işini er ayallarına kelib mundaq ortaq qilishni to'g'ri deb qaramsiz. Yoki ayollarning tamoq yeydigan, kir yuydigan o bu oila ishlari cho'qim ayol kishi qilish kerak deb o'ylamsiz. Tan qilish kerak, ammo sizningki hozir meyali bor, menda bir gapsam siz xato uchun qolmagan. Siz boshda buning fikr berish jarayonida siz kendiniz qadamni hamma boshlab olmadingiz. Sizning ko'z qarashingiz bo'yicha. Balkim ittifoqimiz yaxshidir. Nocho'siz siz mashta qilasiz.
siz bu masalani cho'qim mana bir gapga qarab cho'g'ishlik Her kallada her xiyol. Men ularniki kallasını men kontrol qilmadim, aqlini men kontrol qilmadim. Angaval bularning o'yligini filmni ko'rishib elimizdan fikr bir yerni chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Shundaymi qizlar? Fatima, siz so'zingga chiqarmay gapirmadim-ku. Men bir shariat qildim, mikrofon bir ovoz bersanglar men bir javob beray degandim. Degan shariatni qilsam ichpamidi. Endi sizlar qator so'zlab maqdinglar. Siz fikr berganda, sizlar to'rtinglar fikr berganda. Men gapirmasligim kerak emas, sizning fikringiz. To'g'ri, shu siz degan chaqda men angladim davatman. Men anglayapman. Men davatganda siz anglab bilib, hozirgi javob qaytarsangiz bo'lamdi? Siz gapib bo'lgandan keyin mikrofon yondagi balaga berishning oldida shu jarayonda to'xtattinglar. Endi men uzr o'tay. Alimjon, sizce Fatimaning ko'z qarashi bilan qolgan 3 qiz yuqumlandimi? Cho'qim ashtaq bo'ldi. Biz bu masalani cho'qim yaxshi taraf yapmoqsak, nima uchun? Undaq bo'lsa, biz mush 3 qizlardan qolgan biraylardan so'raylik. Sizlar Fatima sabablik yuqumlanib, bu ekrandagi ayolni horg'in, charchab ketgan his qildinglarmi yoki o'zinglarningki tuyg'usini so'zladinglarmi? Men desam, biz videoni o'zimiz ko'rdik-ku shu. Endi o ayolninki charchig'iliq chiqib turdi. Amaliyotda ayollar deganchu yaxshi so'zga, masalan, yog'andan bo'lsin-chi, ko'ynishga muhtoj. Unda bo'lgandan sen nimaga arsa, u bu deb o ayolga tang-tang gap qilmay amaliyotda-chi. Unda bo'lsa men masalan tang qilishib birman-ku, xapimma yoki hammamiz charchyapmiz deb yaxshi gap qilgan bo'lsa, ikkisiningki gapi unda jidal majra bo'lmaydi, lekin gapi shu yaxshi tarafga mangan bo'ladi deyishu. Uyga berib deyishadi, men qilay dedi-ku. Demak, Alimjon, siz hozir rohatlik his qildingiz bu suhbatdan. Hech qanday bir beg'ayri urush jidalning hidini purmadingiz. Shundaqmi? Qizlar, sizlar agar azroq diqqat qilmasa urush jidal chiqib qolamdi nima, mush ayol kishi bek charchab ketibdi deganni his qildinglarmi? Ayol kishi bek charchab ketganligi erga norozilik bordek his qildik endi biz. Qani, qolgan o'g'illarning fikrini anglab boqaylikmi? Menimcha o qizlarniki og'in ras. Chunki bir ona bo'lish haqiqatan bir ta'sish. Endi bunda desammi, ota emas. Men bu o'g'illarniki yoqtirmagan ishim chiqqan. Abaytın dedi o filmdami. Balalarning oldida aroq ichib tomosha chekadi deb. Men bu ko'z qarashga qattiq birdek. Demak, u erning shu qilmishini siz qabul qilmadingiz. Balalarning oldida tomosha chekish, aroq ichish deganni ayol kishi ig'ziga olganda, demak, sizmi bearam bo'ldingiz, shundaqmi? To'g'ri. Alimjon, mush nuqtaga siz diqqat qilganmidingiz? Shuningga diqqat qilganlik sababidan men dedim, mashinaga chiqib men charchadim. Şu qatarlıq bu erinin bo'lgan kamchiliklarni mashina turib bunga dedi. Andan keyin yo'l chiqib sen qanday qilay? Qag'in uyga berib paranglashib balki jalmajara bo'lmi dedim. Menga balkim diqqat qilmay qolgan bo'lishinglar mumkin endi. Yo'q. Jidal majra bo'lmag'ini aniq. Lekin mening hozir so'rayotganim balalarning oldida aroq tamaki chekish masalasi ayol kishi o'tirg'i qo'ydi. Kamchilikni aytdi. Buni tutishing kerak degan yo'sunda. Qilmasang yaxshi bo'ladi degandek sen bir cho'kirib yotmaysan dedi hatta. Tamoqiga qachon joy tashlaysan, paypqini oyoqqa ishtimni oyoqqa tashlaysan deb bu jarayonni aniq aytdi. Nimishqa? Mening degan yerim aniq ayilgan, bir jup aniq ayollikkan degan yerim. Chiqib ben ishdan tushdim, yig'indan chiqdim, charchadim, u bo'lmaydi deganda sen bir taq dunyoni baqbostan qilib bergandek bunda deb ketding-ku deb. Demak, mening ko'nglim o'ylashimcha bular shunday bir yumoristik shunday mehr muhabbatlar o'tib ayilganda, anamki shu jarayonda bu yerda ayol qopib Sınga da dedi Fatima. Dedi külkü bah. Ergimi umca patatıdı. Kandak buluşuna kadar aşı külüp durup digendikin ermo. Nimiş kığının önünde çizmezse şimdi kılıdı dep ağan men dep tam aşağı güzel başlasın buluyordu ameliyatta. Likin onda akımedi. Akağın öbürüp dişeliysen kan ben kılay. Tüküdü. Güzel bombaydı. Ben şu sebepten bu filmni yaxshi tarafga ko'rib o'ylandim. Qag'inni oldi bilan uyga borayli dedi. Uyga berib paranglashayli demagandi. Uyga berib paranglasimi ular berib bilan urush kitgan gapini qilmadi-ku, shundami? Lekin erning ayliqin nimang bo'lmasin, bug'doy suzing yo'qmi degandek xotin rost charchidan. Abi ko'tildimgina. Men charchidim, sen charchidan. Haqiqatan men sana hech qanday bir oilashni qilib bormabdiman. Bugun ya qilyapqin. Ya necha kun qilyapqin. Ya men asta-asta o'ynarsam yordamlashayman. Deb mana bir gap qilib ikki yoz qilgan bo'lsa, ayol kishima sizlar erhaqo zodi shundaq deb ben menlar uyga borayli deb kitob o'qitdi. Ya so'zi yo'q, ya nima yo'q. Qisamli bulamdi deb bunda qilsa
bu shunda bir baxtli mehr muhabbat to'lgan oilami endi men gapsam o oila ishini cho'qim er ayol cho'ng qilish kerak Fatima men gap qilay Alimjanniki fikriga maqatimda men qo'shilmayman Alimjon shunda dedi buni abayt dedi men diqqat qilib o'tadim bu oila alqibak yomon oila emas bu oila nayt obdan oila ayoli o'zining yerib ketganligini charchaganligini birinchi bo'lib yo'ldishiga dedi ham yo'ldishiga deyish bilan bir vaqtda uyga borsam bir muncha ish el paypingizni ilishningizni u yoq bu yoq qo'yib qo'ysiz deb buni yo'ldishiga sal xafa bo'lib dedi-ku uni mushu yo'ldishining kamchiligini ko'rsatib berdi bu ish buninglik bilanla bu oilani bak urushchital qilib ketdi deb ketgul bo'lmaydi dedi haqiqatan to'g'ri oilda degan unday gaplar bo'ldi mening ham Fatimadan bir so'raydiganim siz o'zingizga tanlamoqchi bo'lgan jo'ringizniki nimasi qandaqdi shartlaringiz xili yuqori shartlaringiz botdi-ku deyman Tepaqqa hozir qaytib birdanga sizga qandaroq bir jo'ri bo'lsa chiriqingiz yo'niq turdi iqtisodni bak o'ylashib ketmayman iqtisod bo'lmasmi bo'lmaydi lekin normal bo'lsa xalqning qo'li qartib qo'ymasa normal bo'lsa eng muhimi to'qizingizni tartibasa kuyinsa g'urur vijdon bo'lsa tirishchan bo'lsa ahli bo'lsa mehr muhabbatli bo'lsa mas'uliyatchan bo'lsa bo'ldi yana birda baqsam siz necha yosh 28 yosh kirdim dedingizmi yo'q 32 yosh kirdim 32 yosh kirdim dedingiz sizni so'ramabman siz burun to'y qilganmi to'y qilib ajrashgan mana men shu hozir gaplaringizga qarab mening ko'nglimda bu Fatima burun to'y qilganmidiki deb o'yladim nima desangiz siz bir qitim to'y qilib ajrashgan siz shu filmdagi kichikgina bir voqelik bilanla bo'ldi agar mening gapim kirmaydigan ish bo'lsa zodi men ajrashmayman degan gapim dedingiz endi musha orqali deganda bu to'y qilish ajrashish bu undaq oddiy ish emas buni to'y qilganda kamiga ishqa oldi bilan ajrashishni o'ylasangiz endi sizga degan gap emas yoshlarga bu kallada ajrashish degan gap bo'lsa hamon shu yerga boshlaydi turmushda shunlashqa men yoshlarni demoqchi bo'lganim oilada shundoq cho'ng bu kichikdan bir talash tortish hamda ayol bak erib qopti charchab qopti nurg'un erlar bor shu sizlar o'ylagan ko'nglingdagi o'ylagan gaplarni deyalaydigan nurg'un erlar bor deyolmaydigan shaxsan mening yo'ldoshimni deyolmaydi menga mening ko'nglimdagi gaplarni u deb boqqanimi yo'q hozirgi yeshimizga kelgandimi tanga hamsizlarni damdagi sizni damdagi suyimlikim qadrligim men taqa anglab boqmadim bu gaplarni mening yo'ldoshim menga deb boqmadi lekin biz endi nima deganda agar menga hozir o gaplarni desam men bir xil yo'ldoshim kep oldim jibigada bo'lgandekmi quvvatlaringiz o'rlab ketib qoladi bir yerdan o'rganyaptimda birsin tep oldim deb o'ylab qolaman bizdan undaq deb boqmagan o gapni lekin oqshom biz kechda soat 11 bilan uyga bordik-ku uyga borsam yo'ldoshim mifanni itib seni qo'rib ep qo'yapti shu kechida qadrligimdan yaxshi gap qilib yaxshi kech soat 11 bo'lganda men 12 bo'lganda tomoq yedim-da endi tayyor uxlab qolibdi o'zi yo'ldoshim shu tomoqni yedim bu nimishqa deganda sizlar hozir yo'ldoshim menga kuyinsa yo'ldoshim osh yetib olsa uyni tozalab olsa fikrlarim sizlar erlarni nimish qilay deyapsizlar sizlarning atrofinglarda bo'lib Fatima changpogan bijao chung mecburlash zo'raqlarimiz siz cho'qim mushu bir erni men zodi mening gapimni anglaydigan bo'lsa ekan deb o'ylayapsiz yo'q undaq emas siz tushunmaysiz uni biz bilamiz siz o'zingiz his qilmaysiz ammo biz sizning gaplaringizdan men psixologlar bor men garchi psixolog bo'lmasammi 30 yillik advokat unda bo'lgandan men ko'p odamlar bilan paranglish jarayon astolo psixologini qilib qolman agar bir er kishini siz uyingizga akirib cho'qim uyimni tozalab tomog'imni itib desangiz 3 yilga qolmay shu er kishini siz ko'zingizga ilmaysiz 3 yilga qolmaylar sizning atrofingizda cho'gilab yurgan er kishini siz ko'zingizga ilmaydigan bo'lib qolasiz. Unda bo'lishim xohlamayman erlarning. Lekin o'zingiz shuni his qilmayapsiz. Yolg'iz Fatimagil degan gap emas, hamda yoshlarga demoqchi bo'lganim, kichik-kichik videoda bundaq ahvollar uyda bo'lib turdi. Hammamiz deymiz,
öyümüz ançımız yardımcı bəsə deb. Meni oylaydiganımca degan, ayollar yerib charchab ketganda, erlar ançımınca yardımcı bəsi bo'ldi. Lekin har kunda men tamoq qasam ikkimiz tang etimiz, eringizni qozon peshiga akilayversiniz, erlarniki sirtlarga chiqib, cho'ng bir ishlarni qiladigan ong ideya mush qozon peshiga bog'lanib qolsa, nim qilmay qoldi demakchi. O'zining haqiqiy erligini namoyon qilib qılanmay qalamdı ekan deb o'ylayman. Erlar isrof bo'lib ketib qoladi. Men shunday deb o'ylayman. Chunki hozir bir 2-3 odamning tamog'i mencha desanglar o'zim ya teriy olayman. Kichikgina bo'lsin yerlarim bor, o'zim teriyman, har ko'chatlarni o'zim tikman, ya og'dirman. O'zim har ishlarni qilaman. Voy men desanglar bir yerlarimni o'zim sirlayman, ovqatimni o'zim qilaman. Nurg'un ishni o'zim qilaman. Bu yer bu gapni deb ketdim. Lekin demoqchi bo'lganim nima deganda, endi azroq biyadal qilib Alimjon bilan men chuqum seni yengiman deb davasanglar, vaqtni biz bakslag uzun basak bo'ldi. Endi ba'zi jihatlarda cho deganda mushudagi xaraktermi chuqum men seni yengmasam bo'lmaydi, ko'z qarshim tangmasam bo'lmaydi davasanglar, urushqoq ayol bo'lib qolmas. Sizdan bir savol so'rasam bo'lamdi. Bayatdan sizlar erlarni nima qilay deysizlar dedilar, shundami? Unda bo'lsa bu erlar bilan biz nima uchun to'y qilamiz? Faqat farzand ko'rish uchun to'y qilamizmi? Ularning bizga azroq bo'lsin kuyinishi, bu yerga men degan kuyinish, men degan ishni qilsa, ani qilsa, hamish men bilan tanqib birsa emas. Unda erlarni men yoqtirmayman, unda qilib ketishni. Endi bu yerga kuyinish degan Qeyd bayramlarda ancha bir so'g'i bersa, charchab ketdim yoki mijozim, kayfiyatim yaxshi emas degan vaqtda ishga sotqiq qilib ko'ngil avam tursa deganda bir qarqata vazaki ishlar. To'g'ri, unda qaragan bo'lsangiz to'g'ri. Azdan qaragan bo'lsangiz, ashaq yerib charchab ketganda erlar kuyindi chuqum haqiqiy bir-birini yaxshi ko'rgan bir oilada bir turmush qurdim deb qarsa, haqiqatan erlar ashaq vaqtlarda kuyindi. Uningda pek ansirab ketmanglar. Bildi. Undaq bo'lsa, ikkinchi bosqichdagi mana ko'z qarash masalasi Zikrullohga kelib to'xtab qolgan-a. Xo'sh. Videoni ko'rdingiz edim. Ben bu videoni ko'rganimda shu ayolninki yo'lishi deganlikka balani oldi tamoq cheksa aroq ichar degan ashkipiga qo'shilaman. Demak, o'sha erga bir ikki qiz gap qilib qo'ygingiz bor deylik, masalan. Nim degingiz bor? Agar o'sha er sizning akangiz bo'lsa deylik, yangingiz ashtaq og'rindi. Siz shu erga nim deysiz? Men nim deyman deganda hamda men qilmasa o'zim bolasini oldida qilib bergan bilan bolasi u dadasining qilishini ko'rdi. Ko'rgandan keyin asta-asta bolasini cho'ng'ildi, o ishlar erishdi. Shuning uchun sen bu ishlarni qilsangmi bolani oldida qilma. Bolani shiraroq yeb turib qilsang bo'ldi. Bolani ko'rsatmay qilsang bo'lmamdi deb shu tarbiyani beradi. Ma'qul. Ben bu videoni ko'rib, ayol kishining mas'uliyat tuyg'usidan biza kuchligini his qildim. Undan keyin er kishining ayol kishiga bo'lgan kuyunishining sal ojizligini his qilib qoldim. Bu masalani hamda uy qaytgandan keyin o'rtaq yaxshi fikrlashgandan keyin yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Hamda urushchoda bilan bir ishni hal qilib bo'lmaydi. Shu o'rtaq fikrlashgandan keyin qog'ashlar bu yaxshi bo'lib ketadi. Lekin bunday ishlarni yuz berishi azlaydi deb qarayman. Buldu. Endi erlardan, ya'ni o'g'illardan o'rtaq bir savol. Oila ishlarida sizlar o'zinglar so'yinib turib qilib berishni xohlaydigan ish qaysi? Masalan, keyin to'y turmushidan keyin ayolinglar demisimi qilib bera oladigan, ta'kidlamasimi qilishni xohlaydigan ishinglar qaysi bo'lishi mumkin? Yalanı pollarni sürtüp berish, ancha unma yakirib berish, parlarni isib berish. Shu. Qanchaqqa? Xo'sh, kiyimlarim juyitimiz. Kralg'u juyamsiz, siz juyamsiz? Kralg'u deyamiz ama. Ha, shu. Ha, konumkin besitman aldaga. Kralg'uning mundaqla. Ha. Mening demoqchi bo'ldim endi, masalan, men bilan to'y qilgan demaydi aralashgan mabdum olsun yoki ayolim bo'lsin, to'y qilib bo'lgandan keyin masalan uning xizmati va mening xizmatim bor. Balkim u burun kelib qolsa, u qilashtirdi yoki men burun kelgan bo'lsam, tamoq etish olamdi yoki bo'lmasa uy tozalash olamdi. O'shlarni men
Ondan buraya qilg'ashlasam bo'ldi deb o'ylayman. Chunki men bu xizmat o'zim yordam soqchi xizmatida ishlamasam oldida oshxonada ishlagan. Ha. Oshxonada ishlab. Azroq ko'zingiz pishqandan, ha? Ha, ko'zim pishib ketgan. Ammo yana birga men uydagilar sal dadamni doktorxonaga kelgan vaqtida opamlar ketib, uy ishlarini o'zim qilib, uy ishlari ko'nib ketgan. Qanday ishlar bo'lsa men qilish bersam bo'ldi deb o'ylayman. Hamda G'uljininki yashash muhitiga nazarimizni ag'dirsak, ayollar ko'proq oila ishlarida jiqroq mas'uliyatni o'z ustiga olam degan deb faraz qilamiz. Albatta, boshqa avtonom rayonimizning boshqa joylaridagi ayollar bekor qolmaydi. Ayollar demak, oilada ko'proq oila ishlarini qilishni xohlaydi ham o'z ustiga avalada. Undalam banda. Undalam ba amdaligi masalan yo'ldish ishlaydi, ayol ishlamaydi, uyda o'tirdi. O'chaqlarda shu uydagilar ayol qiladi. Ani masalan ayolim ishlaydi, yo'ldishim ishlaydi, ishkilistan ishlaydi. Yoki ayol ishlaydi, yo'ldish ishlamaydi. U vaqtlarda ayollar qilishtirdi, qilgan ishlarni. Qilamgan ishlarni qo'yib qo'ysa, ayol kelib birlik qilishib berdi ham. Sharoitiga boqadi deysiz, sharoitiga boqadi. Mening vaqtim hisobda ko'pincha jiqaroq. Uyda turgan vaqtlarim jiqaroq bo'ldi. Chunki do'konimni o'zim ochgan. Shunga men o'zim qilib yeb, navada ayolim uyda bo'lmay qolsa, chiqishdan do'qamda. Bozor chiqib kelsa, o'zim qilib yeb, o'zim ishimni qilaverman. Olib qo'yamsiz tamoqni? Hamda kelma deb qolsa. Naq og'izlarini yepib olib qo'ygan-sizda, ha? Bunday yaxshi bo'lasiz. Alimjon. O'zim yashayotgan xil uzun bo'ldi. Asos jatli ishlarni. Demak, beshingizga kelganida, yordaminiz to'g'ri kelganida ish ayirib ketmaysiz. Bir oila qurilib qolgan holatda cho'qim hamda umi charchaydi. U aniq. Birga qilishib bersiz. Charchagan vaqtda cho'qim o'zim qilmaydi. Bo'ldi. Armonag'in, chayni damlab, men kirib berib, chunki men charchagancha umi shunday qildi-da. Men armonag'in undan men kirib berdim. Chavak ishga qo'ldan chiqdi demakchi-ya. Endi qizlarning o'rtaq bir savol. Qizlarning muhim savoli. Hozir o'g'illarning oila ishlari qarta qanchalik kirisha oladiganligini kichkina bo'lsa his qila oldinglar. Qaysi ishni yaxshi ko'radigan, qaysi ishdan bosh tortadigan va yoki qanchalik darajada kirisha oladiganligini his qildinglar. Xo'sh. Bir qiz farzand bo'lish sifatinglarda oilada o'zinglar ancha bak yoqtirib ketmaydigan, mush ishni bo'lsin men qilmasam-chu deydigan bir ish bormi? Masalan, ba'zi qizlar o'rin ko'p, silish, yig'ishlarni yaxshi ko'rmay qoladi, qoch yuyishlarni yaxshi ko'rmay qoladi degandek. Sizlarning ishtaq yeklaydigan, toza cheklab, mush ishni toz xo'sham yo'q deydigan ishinglar bormi? Birli gap bilan javob beringlar. Tamoq etish. Tamoq etish. Oy. Aşqağıdak siz sanılan bo'lmabdi bu. Men shu odat parda esish. Parda esishdan chiqalab ketmaysiz. Ha. Odatda shu uyninki uy jihozlari yo'tkaydigan, shu uyninki poch ishlarni deymi. Ha, uni qilib keltirish degan xeyli gap sanılanmi? Shu qolgan ishlarni o'zim qilsam bo'ldi. Ha, bo'ldi. Men shu odatda hamma ishlarni o'zim qilaman. Masalan, shundaq sharoitlar bo'lib, siz yo'langidek bir muriyiningizda paydo bo'lganda, u siz uchun qilib berishni xohlasa, qaysi ishni shuningga bakrak ishtaginiz keladi? Oshxonadagi vaqtda menga tangam hamkorlashib shu ishlarimni qilish bersa, ashuni yaxshi ko'raman. Birga tamoq etgan nima? Romantik qizlar ekan aramizda mana. Bo'ldi. Demak, o'g'il qizlar oila ishlari jihatda o'rtaqlashish jihatda nimalarni qilishni xohlaydigan, xohlamaydiganliginglar haqida ozroq tushunchaga ega bo'ldinglar. Endi mushuningda so'raydiganlaringlar bormi? O'zaro bir-biringlardan, ha? Undaq bo'lsa, qiz yigitlarning boshqa ortiq savol javoblari bo'lmagan sharoitda biz ikkinchi xaltamizning og'zini atdiq. Ikkinchi bosqich nishad oxirlashdi. Endi chiroyli bir naqsha qo'lig'imizga rohatlik bo'lsin, yuragimizga rohatlik bo'lsin. Anglab o'taylikmi? Qani birlikda anglaylik tomoshabin do'stlar.
bak arzularım alemi icra Melike dursan bu gecede Etrafımdaki dostların aydek yoruk dilekleri var Her unçida Kelinçek yigane melike bularsan bir ömür yarım Kelinçek bu akşam barcının nigahi sende dur Kelinçek pervane buludu yanında söygünüm bir sen üçün Kelinçek alemin şadlığı bəxtləri sana dur Gamsız günler Yıldızlar, nakşiler eytar Bəxt üçündür hayatın əsli Yoruq dünyada Hatta anam bağır idi ki Tekrarsız yıllar Güzel əslinmə Bulsun sana Bugün bulsa yeni yeni Arzularımın nurları var Gözlerimde Kelinçek yigane melike bularsan bir ömür yarım Kelinçek bu akşam barcının nigahi sende dur Kelinçek pervane buludu yanında söygünüm bir sen üçün Kelinçek alemin şadlığı bəxtləri sana dur Kelinçek pervane buludu yanında söygünüm bir sen üçün Kelinçek bu akşam barcının nigahi sende dur Halqılıq yerga qadam ilish oldida, ya'ni biz oxirgi qarorimizni chiqarish oldida turyapmiz. Balkim sahnadan quruq qo'l holatda tushib ketisizlar. Ya'ni yininglarda hamroh yo'q, o'zinglar yolg'iz chiqqan peti tushib ketisizlar. Va yoki o'ylamgan yerdan men juplarni sahnadan uzatishim mumkin-da. Qanaq bo'la? 3 2 1 Aning Şirinay sayayetining barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. 3 2 1 başladık. Tarzimdikidek bo'ldi ya. Bugun qiz yigitlar o'rtaqlashib qaraganda o'zining ko'z qarashini oydinlashtirishga ko'proq vaqt sarf bo'lib ketgani uchun o'rtaklashishga vaqt chiqaramadinglar. Xulos sifatida sizlarga o'rganish bo'lsin sifatida kichik bir hikoyani misolga beray. Ma'lum bir ayol bor ekan, kunda so'qishir ekan. Qo'shni xo'limlarmi g'oyat ulardan bezor bo'lib qoladi ekan. Qachon ajrashib ketadi deb faraz qilishir ekan. Lekin ular 50 yillik oltin to'y xotira kunini kutib olganni uzun umr ko'rganlar atrofdagi nurg'unlar
guvohchi bo'lib birga o'tkazadi ekan, hayron qilishadi ekan. Nayt ko'rinmak inoq bir er-xotinlar ekan. Yana shu mahallada qarshi bir-biriga tuzut bilan muomala qildigan. Voy siz yaxshi, voy shundoq, voy mush ikkisi mehmondek o'tidi va deyishib qoldi ekan. Bir kunlar o'ylamagan yerdan ularning ajrashganlik xabari mahallani titirtib o'tadi ekan. Ko'pincha odamlar qabul qila olmaydi ekan. Nima uchun? Hayotning o'zi mana shunday nima uchunlarga to'lgan. Balkim turmushda urush, talashda o'tayotgan ayollar bir-biriga kuyinish uchun urushayotgan bo'lishi mumkin. Nemishki yilin kiydan deb vaqirishayotgan bo'lishi mumkin. Yana zukamdab qilishni o'ylamadingizmi? Qon besimingiz tursa yana aroq ichib oldingizmi? deb so'qishayotgan bo'lishi mumkin. Demak, turli va hokazolar bor. So'qishmagandek turgan bilan ichida bujug'un qaynab, portlash oldida turgan bombalari bir kunlarda bum partilganda ular ajrashgan bo'lishi mumkin. Demak, bu atanmaydigan bir narsa bor deyilsa, u dal turmush. Hammamiz uchun shunday. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Aziz programmasiz kirganmidinglar? Kirib batqanda kiryapmiz. Hamma bu kiryapman, hamda kecha xizmat besimimiz eg'ir bo'lsa-mu, necha qismni to'liq kirib chiqdim. Vaqtning ichida vaqt chiqarib. Undaqda biz turgan kirgandagi ta'sirotingiz qanday? Mening ta'sirotim bu yoshlarga nisbatan yaxshi bir sahna hazırlanıptı. Endi hozir xizmat besimi, turmush besimi, har xil besimlarning sababidan yoshlarimiz vaqt chiqaramayotdi. Şuna to'y qilish esa kechikib bordi. Shu sababdan endi bu mening his qilganim shu yoshlarga yaxshi bo'lgan bir tunish fursati hazırlanıptı deb tushundim. Anasigan yana bir masala bu qizlar bak hozir endi jishqon. Lekin o'g'illarga bir talabim shu elchi programmasiga chiqqan yigitlarga bir jishqo'roq bo'lsa, jishqon kayfiyatda qizlarni o'ziga ram qilsa degan arzudiman, umiddiman. Undaqda siz bundan keyin bu program qatnashmoqchi bo'lgan mayli qizlar yo o'g'illar nisbatan qanday tanlavingiz va qandayroq ro'yala chiqsa deb qaraysiz? Meningki fikrim qizlarga fikrim yo'q, qizlar aytdi jishqon aktiv bo'ladi. Mening ko'rgan qismlarimda bu shu endi yigitlarga nisbatan bo'lsa jishqon kayfiyati bo'lib, shu qizlardan so'ragan chog'da shu endi turmushga maskagidek sonlarni so'rasgan bo'lsa, aktivroq bo'lgan deb shuni umid qilaman. Bo'lsa endi qolgan yoshlarning ko'plab bir programma qatnashib o'ziniki bir baxtini tepishini, turmush ishini bir o'ylashi, turmush orqali turmush ishiga bir o'zining turmushiga ko'ngil bo'lishini umid qilaman. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamiz oxiriga olib turibdi. Endi qiz yigitlar quruq qo'l qaytmanglar. Sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarib ko'pchilikning olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Uzchat xalqaro savdo cheklanish shirkati hammanglar uchun sog'lomlik mahsulotlarini tayyor qilibdi. Qani qabul qilinglar. Undan boshqa Xinjiang Lirika Biopan texnik cheklanish shirkati shu elchi programmasida qatnashgan qizlarimiz uchun maxsus grim buyumlari ham mahsulotlardan ko'ngil so'g'is tayyorlabdi. Uni qabul qilinglar. Hurmatli ko'rmanlarimiz, sadiq do'stlarimiz, agashkuchilarimiz, elchi programmamizning tajdorligini Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklanish shirkati o'z ustiga olgan. Elchi programmamizni Xinjiang Ilg'or uymilik ichish cheklanish shirkati, Xinjiang Nur Aman uymilik ichish cheklanish shirkati alohida qo'llab-quvvatlagan. Xinjiang Lirika Biopan texnik cheklanish shirkati elchi programmamizni alohida talab qilgan. Nanjing Mannur 6-yig'an xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlik o'rnatgan. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Qalam qaşlıq asmandaki ayının özü